Minecraft taxtali qilich kuchliroqmi yoki taxtali bolta? Keling buni aniqlab olamiz. Keling birinchi bo'lib taxtali qilichni sinab ko'rsak. Xo'sh, taxtali qilichimiz temir golemni nechta zarbada o'ldira olishini ko'rib chiqamiz. Taxtali qilichimiz temir golemni mana shuncha zarbada o'ldirdi. Keling endi taxtali boltamizni kuchini ko'ramiz. Taxtali boltamiz temir golemni qancha zarbada o'ldira oladi? Taxtali boltamiz temir golemni mana shuncha zarbada o'ldirdi. Yo'qol! Skinga e'tibor qilmaysizlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib ketasizlar. Keyingi videolar bundan ham qiziq bo'ladi.